Salam ekran aldırki qadrli görmen dostlar. Salam ustozlar. Salam yigit qizlar. Elchi programmamizning bu son orqali sizlar bilan ko'rishganligimdan xushalman. Programmamizning u oilani suygan ota-onalar uchun. Ba'zi jafolarni odamlar o'zi xolab ustiga oladi. Mana bu mas'uliyat. Elchi programmasini ishlayotganlar dal mana shu jafolarni mas'uliyatimiz deb ustimizga olib kelyapmiz. Chunki yoshlarimizning tez turmush ritmida o'zining shaxsiy turmushini o'ylashib bo'lolmaydiganligidek ahvollarni ko'zda tutib biz elchi programmasini ishlab kelyapmiz. Jo'rsiz bo'ytaqlarning baxti uchun biz kurash qilyapmiz, tirishyapmiz. Natija hamon yaratiladi. Biz bu jarayonlarda sizlar bilan birlikda elchini tamomlaymiz. Qadrli ko'rman do'stlar, men oldi bilan naq maydonda ustozlarni sizlarga tanishtirib o'tay. Mangli advokatlik ish o'rnining advokati Xalida Abduzadam. Xalidada qarshi olamiz. Shinjon sana shu yerning professori Gulzar Temir muallim. Gulzar muallim qarshi olamiz. Alqishliq psixika yetakchisi Ali muallim qarshi olamiz. Yigit qizlar, undaqda biz tunji bosqichliq tunji uchirishni tamomlaymiz. Qaysi yigit dadillik bilan tunji uchirishning egasi bo'ladi? Alijon. Alijon sahnaga chiqgan. Alijon o'zi xalab tunji uchirishda men boshchi bo'lay dedi. Qo'limda o'ng tarafdagi bu singillarimning nomeri bor. Uchinchi nomer. Qani chiqqanlar sahnaga chiqamsizlar? Yaxshimisiz? Yaxshi. Siz odatda qanday o'g'illar qiziqsiz? Tijampa qiz bo'lsa, yaxshiligi mijoz-chu, pek yaxshi bo'lsa, andan qabul qila olsa, bohu qila olsa, men qabul qila olsam, andan mijoz bek ochiq bo'lishni, alaylik bo'lishni bek umid qilma. Astaqballarni yoqtirma. Demakchi sizni qadrlab kuyinsa demakchiman. Ashtaraqa. Sizdan so'rab baxsam, odatda qanday hayvonlarni yaxshi ko'rasiz? To'shqin. To'shqinning qanday tarafini yaxshi ko'rasiz? Masalan, umoq deb yaxshi ko'ramsiz yoki yan boshqa taraflar bormi demakchi-da? Umoq deb yaxshi ko'raman. Umoq deb. Mushuk qanday qaraysiz? Men odatda mushuk bilan ish qilib kerak, amroq. Men u narsalarga qiziqmayman. Qilmayman demakchi. Agarda men masalan ishimiz nim qildik deylik, muhabbatlashdik deylik, keyin anda men ish setog'imma yoki mushuk setog'imma desam siz qarshi turamsiz? Yo'q, cho'qim sizning tanlashingizni hurmat qilaman. Uni siz yaxshi ko'rmaydigan tursangiz. Chunki men sizni yaxshi ko'rganligim uchun siz yaxshi ko'rgan narsani sizga berishim kerak. Vaqt o'tdi. Dilxumar bilan Alijon ko'ngillik 2 minutlik suhbatni tamomladinglar. Endi tunji uchrashish odamning hayoti uchun qayda unutilmas aslimlarni qoldirdi. Lekin Dilxumarning ishni yaxshi ko'ramsiz deganga men ancha yaxshi ko'rmayman dedi. Afla deb tursak oxirida sizni yaxshi ko'rgandan keyin siz setib olmadingiz, qo'shilman deb ko'ngillik bir suhbat muhitini shakllantirdinglar. Xo'sh, ustozlarningki Alijon bilan Dilxumarning suhbatidan keyin his qilganlari nimadi? Masalan, Alijon to'shqanni yaxshi ko'rdiki, nima uchun to'shqanni yaxshi ko'rsiz degan savolga ashqil umoq bo'g'ashqa dedi. Hozirgi ma bir jup yoshlarning so'zini aytdi, chiroyliq mondashdi. Demak, mushu qizni yaxshi ko'rsam, uning yaxshi ko'radigan har qanday ishlarini hamma yaxshi ko'raman dedi. Nayt yaxshi javob berdi deb o'ylayman. Chunki mush qizni yoki mush o'g'ilni yaxshi ko'rgandan keyin uning cho'qim muhabbatning ko'zida zodi qarshi tarafni yaxshi ko'rgandan keyin uning har qanday qiliqlari, ish faoliyatlari chiroyli ko'rindi, yiqimli ko'rindi. Shunga mush jihatda mush yigit nayt yaxshi javob beraldi. Shuningga biz nayt xush bo'ldik. Qizmi cho'qim rozi bo'ldi deb o'ylayman. Yaxshi javob bo'ldi deb o'ylayman. Men buni aytib masligim keldi sizlarning so'zlaringizga. Rahmat. Ali, odatda o'g'illarning ichida to'shqanni yaxshi ko'radiganlar pek ko'p chiqmaydi deb o'ylamdim yoki az chiqadi to'shqan. Shundami? Hamda jiqoqollar hamda o'ziga bir xil simul xarakterli hayvonlarni yaxshi ko'radigan gap. Yo'lbars, sher, bo'ra, it deydigan. Ham to'shqanni yaxshi ko'rman degan ham oz uchraydi hamda. Ammo hamda shu ashna umoqliqni yaxshi ko'rish kerak-da. Menimcha to'shqan muloyim bo'ldi. Yiqimliq muloyim bo'ldi. Asasen ashna umoq muloyim. Men to'shqanni yaxshi ko'raman. Unda biz davomlashtiraylik. Endi garchi sahnaga chiqib tunji uchrashish fursatlarini Alijon bilan Dilxumar egilgan bo'lsa-mu, qolganlar udul-mudul qarishib turib o'zaro mungdashsanglar bo'ladi. Yaxshimisizlar qizlar? Yaxshimisiz?
Sizlar ishdan tushgan vaqtingizda, mesela ishdan sirtqi vaqtingizda nima ishlarni qilishni yoqtirsizlar odatda? Endi men ishdan tushgan vaqtimda eng avval soatga qarab boqaman. Baldıra xop qalsa bazar ayinlashni yaxshi ko'raman. Lekin masalan kinolar chiqib qolsa, yangidan kino ko'rishni yaxshi ko'raman. Pek bo'lmay qolsa ketib tamoq etib yeb uxlab qolmay degandek. Güzel. Men odatda kechleri bek bika qolgan vaqtimda usul mashq qilaman, ya bo'lmasa kitob o'qiyman. Men ishdan sirtqi vaqtlarda kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Andan keyin sayohat qilishni, sirtlarni ko'proq aylanishni yaxshi ko'raman. Odatda men ishdan tushgan vaqtimda birinchi kirkitib, ondan masalan ilqi fanson bo'libdi. Kiyim-kechaklarni almashtirib degandek qilib bo'lgandan keyin, ondan birdan telefon o'ynayman, ondan shu mening o'zimning kashing tushirgan ilqi narsalar shoppinglar undaq bundoq bo'lib qolsa, ashlarni to'rab beqib, ondan agarda do'stlarim bilan deyishib sirtqa chiqadigan ishim bo'lib qolsa, boldur berib, ko'rishib, o'ynab ashlar qildim. Endi güzel turmuş ya. Hiç kim uyum balam deb aldırmaydı mana. Kız bəslim şunun üçün bək qadirlik. Özünlərə erken vaxtınlar var, meyli ügünüş, meyli özünlərini güçləndiriş və ya ki özünlərini aram aldırış cəhətdən bolsun. Şunaq yaxşı da. Fukam siz neymiş qılsınız? Men endi Jodiyanda Jingli. Uyuu. Şu hazır mektep bitirdim defço. Mektep bitirip bo'lgandan keyin endi boshqa ishlar bilan shug'ullanmoqchi. Ve hazırlı bir mihman sarayının ki başqurğuçilik xizmatini o'tayotsizsiz. İstiqbalınız parlaqqa inim texim tirsanız bo'g'idaka. Rahmat.3号嘉宾，你介绍一下自己，希望就是跟女孩子们有什么交流？大家好，我是那个老家是宁夏的，然后我是在新疆长大的，在乌鲁木齐市米东区，然后自己做点小生意。然后今天来到这个舞台呢，也是真心的想找到自己的另一半。你未来的另一半有什么要求吗？能好好在一起，就是过日子吧。因为我今年毕竟28了，马上快30岁的人了，就是真心的希望能找一个和我结婚过日子的人。Turmuşum adli satda xoşal o'sib bo'ldi deydi-ku. Bizning 3 numurluq mehmonimiz. Xo'sh, adli turmush xoşal o'ssam bo'ladi deydiganga nisbatan qiz yigitlarning qanday o'xshamaydigan fikrlari bor. Men undaq turmush kechirishni xohlamayman deydiganlar bormi? 你好，我也是来自乌鲁木齐的一个小女孩吧。我想每个女孩子都希望自己嫁给爱情，对吧？真正的爱情就是过得自由，然后就是过得幸福，就简简单单过日子就好了。我就这么想。我感觉挺好的。Halidada balkim qisman cho'nglarimiz hozir yoshlarning talbi bak ustun bo'lib ketdi. Moddiy turmush qattidan ziyod intiludi deb o'ylab qelishi mumkin. Amaliyotda bir qism yoshlarimiz bilan cho'nqurlab paranglashganimizda ular qandaqdir moddiy ehtiyojini ifodalashga qaraganda ma'naviy ehtiyojini ko'proq o'tirib qo'ydi ekan. Masalan, oddiy turmush, baxtli oila, muhabbatga yotliq bo'lish degandek. Odatda baxt oddiylikdan keldi. Addi satda hem xatircam turmuş, muşu hayatdaki en güzel turmuş buldu. Bolup muşu aile qurg'uvchilarga nisbatan aytganda. Bek yuqori seviyede, bek yuqori turmushni qo'g'lishning o'zi ailedagilarga nisbatan bir besim paydo qildi. Mayli er tarafga, mayli ayol tarafga. Qancha yuqori mang'ancha munosabatlar besimning dastidan baxtlik bo'lolmay, o'ylar cho'ng'aygancha mal dünyalar köpeygençe adamның beşideki g'am, besim, iğirlap özüde bar bo'lgan baxt to'yg'usi susishib mangdi. Shunlashqa biz ba'zi ailelerge qaraydigan bo'lsak, naydi oddiy sodda turmushi, biroq ailesidan baxt to'kilib turdi. Ba'zi ailelerge qaraydigan bo'lsak, u mal dunyoga tiqilib ketgan, amma chiroyida baxt to'yg'usi yo'q. 你说的非常的对，就是人就是需要简简单单的朴素的生活，对一个家庭来说最幸福的一个家庭。Ben bunu quvvatlayman. Mening demoqchi bo'lganim, mushu sababdan ba'zilar o'zining nafsiga berilib, ba'zi ayollar baxtlik oilani menga uni beramidi, anqib beramidi deblar, uningdan voz kechib
Men zaten ben çıkıp onu qilma, bunu qilman deb keyin bek pişayman qilganlar bek ko'p. Ardın biz unda qilmang, ajrashmang desa qaytib kelib, shu chaqda bek xato qilibdi deganlarim xeyli ko'p. Şunlaşqa aile baxtlik, xotirjam, oddiy sodda bo'lsa, naytdi xotirjam aile bo'ldi. Qo'llayman. 支持你的未来的这个家庭的要求。好的，谢谢老师。Xo'sh, undaq bo'lsa, eng oxirgi savol qiz yigitlardan. Hayotinglardagi eng muhim odamni kim deb o'ylaysizlar? Hammanglar birdan javob bertinglar. 我生命中最重要的人是我的母亲。母亲。对。Mening hayotimdagi eng muhim odam bo'lsa, o'zimning opasi. Mening hayotimdagi eng muhim odam o'zim. Mening hayotimdagi eng muhim odam men shu opam dadam deb o'ylayman. Mening hayotimdagi eng muhim odam avval men o'zim. Mening hayotimdagi eng muhim odam bo'lsa, birinchidan ota-onam, ikkinchidan o'zim yaxshi ko'rgan qiz. Hayotimdagi eng muhim odam bo'lsa ota-onam. Mening hayotimdagi eng muhim odam shu ota-onam. Bir-biriga o'xshamaydigan javobdan faqat birisi chiqdi ya, Alijon. Ota-onam bilan kelgusidagi o'zim yaxshi ko'rgan qiz. Undan boshqa Güzel bilan Alfira o'zim deb javob berdi. Ali, yigit qizlar ichidagi qaysi javobdan, kimning javobidan bakrak suyundingiz? Mao o'zim deganlardan bakrak. Men mashtaroq o'ylagandim. Ota-onam eng muhim degan javobim bo'ladi. Bu xil javobda ma'lum darajada fuz ekan turib turdi hamda. Ota-ona muhim bo'ladi, o'zimi muhim bo'ldi odamning. Hamda o'zini muhim qo'yganlik ota-onani muhim deganlik deganlik emas. Ammo doimlik kim muhim deganda shaqqatlam ota-onam deb o'ylayman degandan o'zi tiz inkos kelgandan o'zi balalardagi ma'lum darajadagi fuz ekandan derak berdi. Bu xil fuz ekan o'sbitlik jarayonida balalarga nurg'unlagan besimlarni elib keladi. Şuna alaka özem muhim deganlar chu deganda özem muhim deganlar amaliyotda vaqt kelgan vaqtda ota-onasiga bekrak texmo bir xil vafodorlik qildi. Masalan, bir odamni mushunga yaxshi qaramasam bu ota-onam yaxshi qaramasam bo'lmaydi deb yaxshi qaragan bilan ota-onasi bilan birga turib bir xushal bo'lib mandaq birga turgan sufat o'xshamaydi. Mesela nurg'un balla va ota-onam tursam ota-onam yo'qlamsam bo'lmaydi deb yo'qlaydi. Ammo yo'qlab bordi, ishtitla ketdi. Beyaram bo'ldi. Ota-onasi endi ishga ketmoqchi bo'ldi. Endi yana o'zini ayiblaydi. Azroq qiz vaqirab silkib soldi. Endi yana o'zini ayiblaydi. Amaliyotda bu nima desa, fuziganning ta'sirida ota-onam tursam yo'qlamsam, telefonsam bo'lmaydi deb o'ziga besim qildi. Ham yana bir turkum odamlar, ular bo'lsa ota-onasi bilan xo'sh bo'ldi. Huzurlandi. Birlikte aşı momentten, aşı paytdan bir xil huzur bu başqa, bunun sifati başqacha bo'ladi. Şu an mening tavsiya qildiğim nimasi ikkinchisi. Ya'ni bir majburiyat, mas'uliyat yusidan ota-onasiga yaxshi muomala qilish yoki ota-onasi yo'qlash emas. Bir xil ashlar bilan birga bo'lgandan keyingi tuyg'uni bir xil yaxshi ko'rsa, bu degan bir go'zal bir narsa bo'lgan. Rahmat. Men Ali akanlarni o'zim degan balalarga nisbatan qo'llash tarafdor bo'lam degan deb o'ylagandim. Demisimi bizningki Junxo millatining oila stili, oila axloqiy an'analarida ta'kidlaydiganimiz ota-onalarga vafodorlik ko'rsatishni ko'proq ta'kidlaymiz. Endi bugun biz yangi davrda yashayapmiz. Bugungi kunda yoshlar o'ziga qaytish, o'zini o'ziga qaytarib berishdak mana shunday xoslikni ta'kidlayotdi. Mayli siz ota-onamni yaxshi ko'raman deng, mayli opamni deng, mayli o'zimni deng, sizlar o'zinglarning qarshinglarda qolsanglar bo'ladi. Biz birinchi bosqichlik tunji uchrashishda yoshlarning dunyosidagi eng muhim odamni bilib oldik. Xo'sh, endi biz ikkinchi bosqich o'rtaq tunish oldi bilan hammaylar hikoyaga nazarimizni og'diramiz. Bu hikoya orqali o'rtaq tunishimizni birga aka baqamiz. Sana rahat gel bakın. Ne gitti? Babam erkek için annesi boşayıp durdu. Papa? Ya qaysi kuni dadamdan ansirab ukamga olib qo'ygandi. Menga telefon qilmadi, sizga telefon qildimi? Men abamdan turman. Abbangiz akamizning uyida turdi. U yerda turmam ekan. Voydim ahiri turdi.
muş çoğunlarca bir öyle gelse bir gün gelip kişi turulağın. Biz yaşlarına oylap koş gerek de. Diğerini biz ışık çıkıp gelsek biz yalnız yokuş dedim şöyle oturdu. Ondan otlarında düz oydu otasında mı? Ne lazım? Ne kıyacağım? Kapılar. Ne çatı ne çıkırtırsa ya? Ne çıkırtırsa kokla biz ekinden böyle. Çıkırtır! Bizde bir kitap oldu. Buldu kılın Hatta benim çiğim var öğülük geldi. Ben çiğimdeki pulu içmesen buldu. Çünkü bardak fayda tüzüm olmalı ki. Uy! Benim ayçı bir çiğim var. Ben dostlarım bilen konumu içip bırakın bir muğluş girenme değil de oynayın uçayını. Bağımsam bombaydı o. Bana ne? Çiğim lazım bitti. Çay varam sen. Bu mu? Mushundaq ahvollar qanday qarashdi bo'lyapsizlar? Endi yuqorida bu filmni ko'rib o'tdik. Qaraganda to'y qilg'ili uzun bo'lmagan ayaldek turdi. Bularning bolasim yo'q o'xshaydi. Sening opang, mening opam degan bilan bu suhbat boshlanib, sening opang, mening opam bilan suhbat boshlanib, oxirida shu sening opang, mening opam bilan texi suhbatning oxiri chiqmaylar. Biz hikoyani to'xtatdik. Xo'sh, qanday o'yildinglar? Menimcha, qudni bo'lsa Oğlan balının apisini özünün apisine kömeydi birincisi. Oğul balçı. Oğlan balmaş tarafta kes kıldım hem delikim. Bizim apimiz ise doğru buldu asli. Senin mening deyimiz doğru buladı mı? Andan tabi kaç gün turdu da oylaşmış oldu nasıl vallahi. Kes hoş bozuldu asli. Hoşal olmayıp bir xil terikkende kes kıldım kız vallahi. Siz ailede neçe balayınım? Ben iki bala bir adam var. Hadınız toy kıldı mı? Toy kıldı. Demek siz bir tal oğul kapsızda. Toydan keyin agar sizning ayolingizning sening opang necha kun turdi ki bizning uyda degandek bo'lib qolsa azoblanamsiz? Endi azoblanman da sening opang qancha kun turdi ki desa bir xil to'y qilib bo'lgan odam bo'lganki opamiz kelamdiki deb bunday xo'shal bo'lsa men xush bo'lman. Ben o'yladim endi bu qiz bola shaxsiyatchi kechu o'zining ota-onasi bilan o'g'illarning ota-onasi ayri kechu. Masalan kim keldiga degandan keyin bu qizlarning kalisi birinchi o'zining ota-onasi kelibdi. Demak shu o'g'ilning ota-onasi o'zining ota-onasiga ko'maydi bu qizlar. O'g'ilvalchi. Bu o'g'il misolga olsak o'g'ilmi qizval dedi-chu 3-4 kun turdi, andan u ish va bu ish va deb ketdi deb. Chuqur men o'yladim o'g'ilning belki tutgan pozitsiyasi qizning ota-onasi bilan pozitsiyasi toz yaxshi emas deb o'yladim. Balkim o o'g'ilni qiynabsiz nisbatan bakrak yaqinchilik qilib voy opa tursangiz bo'ladi ya tursli bo'ladi degan bo'lsa 3-4 kun emas bir 5-10 kunmi turib qoladi deb o'ylabsiz-da? Balkim shunday bo'lishi mumkin. Chunki o'g'il tarafining ham shunday muomalasi yaxshi emanki, endi u qizning opasini o'ylaydi qalasa. Endi bu kuyovimga xapib qolgan o'xshaydi deb to'g'ri deb uzun tug'is kelmaydi. Anda bo'lgandan keyin bu qiz bilan opasini o'tirsin bo'ldi deb qarang. Anda bo'lgandan keyin endi Elki o kızların oğlanın atansı yaxşı mamul qilmaydigan işte işler 100 berdi deb o'ylayman. Ikkiz gunoh bor deb o'ylayman endi. Mening o'ylig'im ikkisi menda bir-birini ancha tushunmaganlik uchun. Elki menda qizchaqmi o'g'ilning ota-onasini o'zining ota-onasida ko'rmaganligi uchun shunga men ayol kishiningki qarashini xato deb qarayman. Ayol kishiningkini ko'proq xato deb o'yladingizmi? Ikkisi birlikda qilsa bo'ldi, lekin ayol kishining anda deyishi xato. Endi bu yerda qiynab bilan kelinning munosabati ekan bu. Endi yugurib chiqib haqni opasini opa deyish bek teskab. Masalan, menmi to'y qilib qolsam keyin balki men opangiz sizdan opangiz deyishim mumkin. Chunki opam keldi-ki desa, umi so'raydi, o'zining opasi kelam, endi u balki opasi tugab ketib qolgan bo'lsa, to'g'ri tushunda, meninglam opasi keldi-ki deb. Ammo opam keldi-ki desam, o çok benden sonra kimden apsi sizden mi ya minin apam kilemde öyle. Şu an bu yana toy kalmasın, meyli toy net yılıp gelsin. Apam geldi ki de çak kıynamışlar buldu emniyette. Şu an emni kıynap bilen kilin emni bu münasebette. Ama kızlar çayı vermeye de duruptu. Bazen emni apanız deydiğanlarının arasında çayı bağımsın mı? Yaxşı ütələydiğən kıynap kilinler var deyip oylayım. Siz qandaq kilin buluşunu arzu qılsınız sağlam? Men arzu qilgan kelin bilan endi bu qiynapning o'tirsidagi munosabat bo'lsa, qancha yillik inoq erkin bo'lsa, men bu ham o'zimning opasdak ko'rma deyamsam, ko'rishga tirishmanda vaqt kelganda.
Anda oyma miyada, oyma zod opamdek görme degan gapning %90% yolg'on. Tushunaman. Endi menimcha bo'lsa, urumtini qilmay qiynabman, chunki u bir o'g'il bolani beqib cho'ng qilib, mening bilan birga o'tishga shunday yordam qilgan. Ulug' bir ona. Endi u apashmi cho'qim meni o'zining qizdek ko'rmismi, o'zining qizdek ko'rishga tirishidi deb o'ylayman. Shunga, "Apa siz bormi? Siz qizim siz bormi?" deb ishtaq bir xil izdishib, yaxshi o'ssam, eng yaxshi erkin munosabat deb o'ylayman. Mishda shunday yurkim og'irdi. Agar meni onam bo'lib qolgan bo'lsa, shu deb. Amaliyotda kichikimdan tortib hozirgacha biraki menimda balasi bilan birga o'tib kelsa yoki ilg'i boshlang'ich to'liqsida o'qigan ashtatib, masalan, ota-onasi yoshga cho'ngrab qolavatdi. Ota-onasi ko'zi qichiblik ketadi nomus qilib. Lekin men shunda bir mening onam bo'lib qolsa, shu deb shunda bek arzulab ketdim. Onamning kichik qolg'achimi, agar men shu kelin o'rnida bo'lib qolsam, hargiz unday qilmaydim. Cho'qim men avval u yerda yo'ldoshimning emas, qiynonamning ko'ngli bekroq tutib olaman. Chunki o'g'il bola onasining gapini bekroq anglaydi, ham onaning qayoshi o'g'il bola deydigan emasmi shu. Menimcha bo'lganda vafodorlikqa qartilgandek turdi-chu. Mening o'zimning ashta o'ylashida shunday vafodorlik qartilgandek turdi. Aslida nimanommi, ajashnommi, ilqi sizning opangiz mening opam deb ayirishda menimcha xatolik yo'q. Chunki mening opam keldi-ka desa, shu ikki taraf endi to'y qilgan vaqtida bir-birini opasini opa deydi emasmi? Shunga endi opam keldi-ka desa, u ajashning kalisi bo'lsa, mening kalam do'stmi, mening opam kelamdiganda, uni opasi kelamdiganda deb o'ylab qolma. Shuning bilan u vaqtda undaq ayirsa menimcha xatosi yo'q. Lekin aytganlikka mening chemba deb ilqi chayni shu qiynapsidan muyum qo'yg'iniga ilqi qo'ysa menimcha xato bo'ldi deb o'ylayman. Undan ilqi o'g'avalninki eng oxirida ilqi mushtaq bo'lsin deb chujens barkan o'ziniki ashta qilsin, mushtaq bo'lsin deb. Shuning bilan undan ashta qig'ini qarganda u xuddi bek unda gap anglamaydigan bek jahil emas ekanmiz. Ashtaroq. Gölni sevgan ekanmiz, tikinni cho'qim qo'shib bilib sevishimiz kerak. Biz to'y qilgan odam tuyuqsizda barpo bo'lib qolmaydi. Uni cho'qim bir ana bir dada tug'ib bekib cho'ng qilib qatar qo'shish kerak. Aslida biz yot odam tanishmaydigan ikki odamdan tanishdik, urug' tuqqandek bo'ldik, bir oila kirdik, jam bo'ldik, oila qurdik. Demak, uning opasi bizning opamiz, bizning opamiz uning opasi. Urug' tuqqanlarni cho'qim o'z ko'rishimiz kerak. Hozir uni burunqidek cho'nglar bilan bolalar bir uyda cho'qim turdi deydigan undaq ideallar qolmadi. Hozir biz to'y qilsaqmi, uy ayirib chiqdimiz, asosiyati cho'nglar bilan bir turib ketmaymiz. Cho'nglar kelsanbek uzun muddat biz bilan birga turib olmagandan keyin butun kunlarda, bir oy, ikki oylarda yoki ajinliq do'qmishlarda kep tug'an vaqtda chaydek va yoki tug'ilgan kun mundaq o'ltirish ziyofatlarni biz qayrib qo'yib turib, cho'nglarni oldiga cho'qim o'ziniki hurmati bo'yicha loyig'ida chiqib tamoqlarni etib, qo'limizdan kelgancha "Yappa, keldingizmi, yaxshimi?" deb kulib o'zimizniki o'tish tegishli majburiyatlarimizni ado qilib olsak, menimcha bunda bek cho'ng masala yo'q. Hammalarga rahmat. Endi mishada bo'layotgan narsa shu sening, mening degandek tikiniva gap bilan bir-biriga azor berish bo'lg'ach hammamiz beorom bo'ldik. Endi Xalida adammi, Gulzar ma'lummi, zamonaviy davrdagi onasilar. Onasiga har ishqalarning o'g'illari bor. Demak, zamonaviy davrdagi qanapilarda endi sizlarning nazaringlardagi yaxshi kelin qanday bo'lar? Biz endi zamonaviy davrdagi yosh qiyin apalarninki so'zidan his qilib baqaylik, sing'illarim. Men hozir qiynapa. Qiynapa o'g'ini beshib qoldi. 我们中华民族的优秀传统是尊老爱幼啊。以这个说法来看呢，我觉得不管是女方的父母或者是男方的父母到我们孩子们家里，都应该，既然你爱他，爱这个老公，那么你必须也爱他的父母，不是说不必须，是我们的义务。我也是个婆婆，但是我会把我的这个儿媳妇当做自己的女儿，这2年了，我一直把她看作是自己的女儿，而且这个女儿儿媳妇也特别的好，我们特别能够相通。我觉得比她母亲跟我聊天的时候，我觉得还能够特别的通。我要说什么，她马上能够理解。我觉得作为一个婆婆，
我觉得我也应该是把那个儿媳妇当做自己的女儿一样的看待，她才能够对你的这个儿子更好。我是这样想。那么我儿子喜欢他，那我更应该喜欢他，我是这么认为。如果我对他好，他肯定对我儿子好。我一直是这个想法，所以我是儿子的母亲，我会永远对我的儿媳妇好。我这2年我还没有看到我儿媳妇对我不好，或者对我儿子的什么态度，对我们全家都特别好，我就觉得很幸福，这也是一种幸福。刚才那个小片段，我觉得大家的这种讨论确实很好。作为女孩子，她觉得她母亲应该到他们家来长久的待着，是因为她的老公对那个婆婆也好，她没有嫌弃婆婆，就当自己的母亲一样的看待了，是吧？这个女孩子就觉得婆婆好像今天不要来，明天不要来，或者是她什么时候走，还没来呢就已经想到她会待多长时间。我觉得这样不太好。你要想跟这个你的爱人生活一辈子，那么我认为对他的母亲也应该跟你的母亲一样的对他好。虽然母亲们会有一些更年期这样那样的不对劲儿的时候，但是我觉得还是要理解他们。首先做到彼此理解，彼此关心。你要想和这个老公过一辈子，我认为还是互相理解，互相付出，这样才能最后达到白头偕老。Muşun münasibetlik bolgan men kanunning bir belgilemleri var, şunu bir çendirip qo'yay. Dövlətimizdəki əxlaq qanun dasturundakı şu öýünüşlik münasibetlik kanunda farzandlarning ota-onalarni betiş aldan xabar elish mecburiyeti var. Bu bir mecburiyet. Hamda hazır biri balla az, yani birisiga balla ko'p bo'lsa-mu, ba'zi balalarniki kar yo'q, ota-onasi qaraydigan adam bo'lsa, ba'zi balalar ba'zi oilalarda birli bola qarab qoladigan ahvollar bor. Ammo bizda bu ota-onalarni haqda nomus qilib turib, sotlarga arz qilib, "Baqsun, ma baqsun" deydigan ahvol yo'q. Az endi nimishqa degan haqning xijil bo'ldi. Ammo har bir balaning ota-onalarni betish aldan xabar elish mecburiyeti bor. Dövlətimizdəki mirasxo'rlik qonunidami mushu ota-onaniki mirasiga varislik qilishda mushtaq bir belgilim bor. Mush ota-onalarning aldan obdan xabar olgan, baqqan bundaq farzandlarga mirasni ko'p bilib berish, baxmagan, aldan xabar olmagan, qarmagan balalarga hatto miras bilib bermisin buldu deydigan. Ba'zi balalar sotlarda ota-onasi yillab bormagan, qarmagan, ammo ota-onasi tugab ketgandan keyin birinchi bo'lib oldirib miras talab qilib keladigan shunday ahvollar bor. Shunlashqa mayli kelinlar bo'lsin, mayli farzandlar bo'lsin, mushu nuqtani unutib qolmasa bo'ldi. Bizning mu ota-onalarning oldin xabar olish majburiyatimiz bor, qonunda aniq belgilangan degan nuqtani unutib qolmasa bo'ldi. Rahmat Xaldada. Men qiynaplik salohiyatga tek to'shmayman. Yishimni to'shmaydi, tek o mezgildimi emasman. Lekin men kelin. Hamda singillarimga shuni aytqan ba, inilarimga ham shu. Qisman do'stlarimiz bak og'zi yumshoq, qiynopi bilan yaxshi o'tgan yoki bo'lmasa o'zining qiynopisini opsida ko'rgan kuyovlarga nisbatan yiligar yoki bo'lmasa yog'lim so'zni qila oladi deb ta'riflab qilish mumkin. Qayda lekin ota-onalarmi shunday yog'lim so'zlarga ehtiyojli bo'lib qoladi. Masalan, o'zimizning opasini jinim opa deyalaymiz. Qanotlarimizga kelganda og'zimizni quluplab olsak, mehrimizni quluplab olganga barobar. Shu jinim opani, "Voy jinim opa, charchilimi? Opa yurib ketdimi? Men ishdan vaqti kelib qoldim." Bir ig'iz so'z bilan amaliyotda cho'nglar bak tez erib ketadi. O'g'illarmi ham shu. Opa sil bo'g'ash bak xotirjam, balning oldini xabar elib erib ketdilar. Yoki bo'lmasa, sizning tamoqlari qizlardanmi o'xshaydi, ma ayolimnikidanmi o'xshaydi. Shunga ayolim tatliq tamoq etadi ekanda degan bir ig'iz gap bilanmi ko'ngil uftibag'il bo'ladi. Shun turmushda sening, mening emas, bizning. Bir uyga bo'suq atildik, o bizning. O opami bizning, bu opami bizning. Mushundaq bo'lganda nurg'un ziddiyatlar chiqmasligi mumkin. Xo'sh, bu jihatdagi o'rtaq tunishimizni hozircha mishagicha to'xtataylik. Ustozlarim rahmat. Endi bir naqsha anglab o'taylik ya.
Yigit qizlar, endi biz halqiliq 3-bosqichga keldik. Oxirgi tanlash. Endi 3-bosqichda agar o'zinglar xohlagan, ko'nglinglar tatgan nishon bo'lsa, lekin siz tushunmay qilyapman desanglar, men fursat beray. Fursatni ching tutib o'zaro paranglashib olinglar. Qoidamiz bo'yicha o'g'illar chiroqni o'chirmaysizlar. Qizlar 2 bosqichliq o'zaro tanishish, tushunish, dastlab uchirishni tamom qildik. Chiroqni saqlab qilib, nishon bekitdim degichilar saqlanglar. Bo'lmasa o'chirib yetinglar. 3, 2, 1. Hammanglar o'chirib yetinglarmi? İnilirim, aranglarda nişan bekitganlar bo'lsa, berib qiz balning chiriqini yondirib, u yoq bilan qaytib paranglashib baqsanglar bo'ladi. Alijon. 4-numar. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshimi? Yaxshimisiz? Men chiroqni o'chirayotgandim, ammo kelib yondirib qo'ydingizku. Çünkü biz hazır bir-birimizni tushunmadik. Sahnada tushgandan keyin, paranglashib bir-birimizni tushungandan keyin paranglashib qayda qo'yildim. Ha, ammo men siz Dilxumar so'radi-ku, qaysi hayvonotni yaxshi ko'rasiz degan vaqtda toshqon deb javob berdingiz. Mening mo'jilim toshqonchilik shu. Men o'zimni toshqonni bek yaxshi ko'rman, lekin toshqonni yaxshi ko'radigan bunday muloyim o'g'illarni ajibek yaxshi ko'rib ketmayman. Siz ondan deganim sizni yaxshi ko'rmayman deganim emas, mijozingiz bir xil turgunlik, men yaxshi ko'radigan iliq eg'ir besiq balladagi bor mijoz sizda yo'q deb o'yladim, shuning chiroqni o'chirayotgandim. Maylaymiz. Rahmat sizga. Alfira? Ha? Alijon joyingizga bering afkom. Men yaxshi ko'radigan turgun eg'ir besiq deganingiz, siz zodi turgun o'g'illarni yaxshi ko'ramsiz, eg'ir besiq o'g'illarnimi? Alqi so'ringa qarab maslasha oladigan o'g'illarni bekrak yaxshi ko'raman. Demak, Alijon sizning nazaringizda sal yuvashroq shundaqmi? Bu bola bekkiliq yuvash muloyimdek ta'sir berdi menga. Bo'ldi, chiroqni o'chirsangiz bo'ldi singlim. Enim siz chiroq o'chiribdingizmi? 你认为这4个女孩子，你最欣赏的、最想跟她聊的是哪一位？你可以重新开她的灯。3号，你好，美女。你好。想问一下，就是了解一下，就是你对这个以后的另一半，就是你理想中的另一半是什么样子的？我理想中的是稳重，然后还有个子高。我想他喜欢健身。那种，然后有能力、有自己的主见那种的人。就是如果说这个，如果说结婚以后，你会不会同意和男方的父母在一起居住呢？我还没同意。啊，还没有同意。好，他不同意，请回吧。谢谢。马勇，你最后的问题是你结婚以后跟父母一起住吗？我的意思就是，我如果和我的另一半结婚了以后，就是他同意和我的父母在一起居住吗？你自己同意吗？我自己是同意的。我自己是愿意和我的父母住在一起的。那我就是想问一下，女方是不是同意和我的父母在一起居住？如果女方只有一个母亲，她父亲去世了什么的，如果她也把自己的母亲带过来，你同意吗？我同意，因为我在那个女东区那边，我们有盖的自建房，房子也大，够住啊，这样子的。好的，但是女方不同意，你伤心了吗？还是？这个女方如果不同意的话，我是接受不了的。接受不了啊，因为我是接受不了的，因为我现在我父亲去世了，我现在只有我母亲一个人。我母亲现在也就是身体也不太好，现在就我一个儿子。你母亲有什么看法？如果你结婚了，她同意跟你们一起住吗？她同意吗？你母亲同意。同意啊，就是不是说每天都生活在一起，就是说在一个院子里面，房子是分开住的那种，就是我想就是离我母亲近一点，就是好照顾一点她，就这个样子。好的，谢谢弟弟，别动吧。
Siz inim kim bilan yana qaytib paranglashib baqqingiz bor? Men uchrasam bulamda. Xalqning amonligi uchun jafo chekdingiz. Vatqan sizning sog'lomligingiz uchun tayyorlandi. Xo'sh, naq maydondagi qiz yigitlar, endi biz ota-onalarning naq maydon ta'siratini anglash bosqichiga kirdik. Qani, marhamat. Yaxshimi sizlarda? Yaxshi. Bu elchi programmasini ko'rib qanday ta'sirga ega bo'ldingiz? Bu son bek yaxshi chiqibdi. Bu yoshlarniki g'ayrat qilib, mushu sahnaga chiqishi oson emas. Aprel o'qiyman bunga. Biroq bu yoshlar bir-biriga fursat bermay qoldi. Amaliyotda bu ishlar bek murakkab emas. Küçük işlardılar özlerine bize elim koydu. Şundak mı? Şununla hem de bular turmuş bulmağaçka çık işlerini düşünmeydi turmuşluk nimisini. Turmuştan hem de çoğun işlerden mesel çıkmaydı. Küçük işlerini mesel çıkıp kaldı. Bularını fazla yaxşı düşünüp ketmeydi bu yaşlar hazır. Bolsa, şu çoğun suallarını sormay, küçük işlerini sorap, sonra bir çoğun düşünüşünü ümit kılmaz balalar. Ahırda yaşlarınki çoğun düşünüşü bir-birisine. Çoğunlarınki ümidini yer koymaslarını ümit kılmaz. Belki vakit kısa boğun üçündü. Köpçilik tehi erkin azade paranglış fırsatlarga erişemey kaldı. Lekin biz her vakit şunu ta'kidlaymiz. Oğul qizlar özleri ixtiyor qilgan kishidan va yoki xalqan chaqda savol so'rasanglar bo'ladi deymiz. Qayda qiz yigitlarimiz jiddiylashganlikdanmi va yoki so'rg'usi yo'q bo'lganlikdanmi va yoki qarshi tarafning tashqi qiyofatidan o'zi izlagan nishonni topolmayotganligidanmi savol so'rashni rad qilib turib oladi. Buningga bizga amal yo'q. Biz 3-bosqichni tamomladik. Ustozlarning yetaklashi bilan naq maydondagi yigit qizlarning o'zaro moslashishi bilan afsus bu sanimizda qo'l tutishib ketadigan juplarni biz uchirtamay qoldik. Lekin hech qisi yo'q. Biz kelarki sonda yana shunday xush xabarlarni saqlaymiz. Japatatdinglar yigitlar, sizlarga Xinjiang shifr biotexnologiyasi ta'minlagan qo'yuqligi yuqori aqsil sovuqligimiz davomli sog'lom turinglar, taman turinglar. Qizlar, sizlarga Xinjiang Nazbari xalqaro savdo cheklanish shirkati ta'minlagan Roya markasidagi grim buyumlarini sovg'a qilamiz, qabul qilinglar. Ko'pchilikning ehtiyojini ko'z tutib, jo'rsiz bo'ytaqlar uchun biz tirishchilik ko'rsatyapmiz. Gahi bo'ytaqlar sahnaga chiqqandan keyin qarshi tarafdan nurg'un narsalar so'rg'isi bor, lekin so'ramay qo'yadi. Tuvan tushgandan keyin fursat bo'lib qoladi, lekin fursat davomli kelmaydi. Elchining o'zi fursat. Qadrli ko'rman do'stlar, programmamizning tajdorligini Xinjiang elchi to'y mulozimat cheklanish shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni Xinjiang Ilg'or uy mulk etish cheklanish shirkati, Xinjiang Nur Aman uy mulk etish cheklanish shirkati alohida qo'llab-quvvatlagan. Biz yoshda cho'ngroq bo'lib qolgan, o'ziga jo'r tepish qolaysiz bo'lib atgan va yoki xijolatchilikda shu ishni eg'izdan chiqaramayotgan cho'nglar uchunmi balkim maxsus sonlarni uyushtirishimiz mumkin. Ya'ni qiz, o'g'il har ikki taraf, ayol har ikki tarafda yoshda cho'nglar sahnamizga chiqadigan mana shunday go'zal kayfiyatni yaratishimiz mumkin. Agar sahnaga chiqishda til qisinchiligingiz va yoki xijolatchiligingiz bo'lsa, ekran ostidagi telefon nomeri orqali Xinjiang elchi to'y mulozimat cheklanish shirkatidagi xizmatchi xodimlarni izdan paranglashib yiqing. Qadrli ko'rman do'stlar.